Bu videoni saqlab qo'ying, albatta sizga kerak bo'ladi. Hozir sizlar bilan birgalikda yangi kanalni monetizatsiyaga ulash jarayonini ko'rib chiqamiz. Hammaga nasib qilsin, bitta like bosib qo'yasizlar. Xo'p, hozir bizda kanalimiz monetizatsiyaga 100% tayyor va bu yerda boshlash tugmasi chiqadi. Monetizatsiya bo'lmay kirganimizda boshlash tugmasi chiqadi, boshlashga bosamiz. Undan keyin bizda tomosha sahifasida reklama yoqish, premium orqali daromad yoqishga bosamiz. Undan keyin esa bu yerda monetizatsiya shartlari bo'ladi. Shartlarni qabul qilamiz va qabul qilishdan keyingisiga bosamiz. Va bizda jonli efir ichidagi reklamalar, video ichidagi reklamalar chiqarish hammasi ko'rsatiladi. Hammasiga galishga qo'yamiz, keyingisiga bosamiz. Va bu yerda barcha mavjud videolarimizga monetizatsiya ulashishni bosamiz va jo'natamiz. Va yana bitta shorts reklamalarni ham xuddi shunaqa yoqib qo'yamiz. Agar mabodo kanalga shorts yuklaydigan bo'lsak, u ham monetizatsiyasi ishlaydi. Mana shu soniyalardan mana shu kanalimizni monetizatsiyadan pul ishlashni boshladi. Hammaga nasib qilsin. Rahmat hammaga.